Shukrullo domla nimadan qo'rqadi? Hayotda. O'ylantiradigan savol. Yo'q, bunga o'ylanganim yo'q, ochiqroq. Buni javobi tayyor. Men buni yaqinlarimga aytganman ham. Butun insonni, musulmonlarni, umuman inson zotini umuman hayotini tubdan salbiy tomonga o'zgartira oladigan bitta narsa borda. Ibodatimizga ham kerak, tijoratimizga ham kerak, to'yimizga ham kerak, hamma yo'limizga ham kerak. U nima desangiz, men urushdan qo'rqaman. Urush. Bitta yakka odam bilan urush emas. Shu yurtda, mana davlatlarda bo'lyapti. O'shaqangi bir yurtda, shu yurtimizda demoqchiman-da, yurtda emas, shu yurtimizda shunaqangi janjal, osmonda qiruvchi nimadirlarni uchib yurishi, mahallalarda mashinani o'rniga tankka BTRlar yurishi, shundan qo'rqaman. Bu nimaga qo'rqasan desangiz, qariyalar, go'daklar, ibodatlar, binolar, ular butun xalqni, kelajakda millatni, yoshlarni, umuman hamma narsani izdan chiqarib yuboradi bu narsa. Men shundan qo'rqaman, ochiqni aytganda. Chunki agar tinchlik bo'lsa, hammasi zo'r ketaveradi. Ibodatdan, planingiz ham, bolalaringiz orzu havasi ham, ularning xursandchiligi. Mana bitta joyda qo'rqib, qaltirab, ota-onasini yo'qotib qo'yganidan, nima deydi, shokka tushib qolgan bolachani yig'lab, hamda yorilib turgan bolachani qo'yingu, kulib, o'ynab, qo'lida o'yinchoq yo non qand bilan turgan bolachani yo videosini yo rasmini tasavvur qilib ko'ring-da o'zi. Bu juda katta farqda. Men buni ochiqni aytganda istirohat bog'lariga borganda yoki ko'chalarda, bitta mahallalarda bolachalarni qiy-chuv deb qo'yadi, qiy-chuv qilib, o'ynab, kulib, loyga botib, shunaqa qilib yurganini ko'rib aytaman-da, Xudoga shukr, yurtimiz tinch. Shuning uchun bolachalar mazza qilib o'ynab yuribdi. Xudo shunaqangi yurtimizdagi har xil notinchliklardan o'zing saqlagin deb, to'g'ri shundan qo'rqaman. Rahmat, rizo bo'lsin azizlar.